Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarni jamlanishga va bo'linib, ajralib yurmaslikka undar. Musulmonlar o'rtasida o'zaro birdamlikni yuzaga chiqarish uchun turli xil vositalardan foydalanar edilar. Shunday vositalardan biri ko'pchilik bo'lib, jamoat bilan ovqatlanishdir. Vahshiy ibn Harbdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalari u kishiga: "Ey Rasululloh, biz ovqatlanamiz-u, lekin to'ymaymiz" deyshti. U kishi: "Ehtimol sizlar bo'linib olsanglar, yakka-yakka ovqatlansanglar kerak" deb so'radilar. Ular ha deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Yeguligingiz ustida ko'pchilik bo'lib to'planinglar va Allohning ismini zikr qilinglar, ya'ni bismillah denglar. Yeguligingizda baraka beriladi" dedilar. Ibn Majah rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ovqatda baraka hosil bo'lishi uchun ikkita shartni aytib o'tdilar. Ko'pchilik bo'lib bir joyda yig'ilib ovqatlanish va yeyishdan oldin Allohning ismini zikr qilish. Boshqa tomondan olib qaraganda, baraka yegulik va uning inson badaniga ta'siri bilangina cheklanmaydi. Aksincha, jamoat bo'lib ovqatlanganda hamma bir joyga to'planib, yuzma-yuz ko'rishib turgani uchun oilaviy, qarindosh urug'chilik, do'st birodarlik munosabatlarining yaxshilanishida ham baraka bo'ladi.